Eldor Shomurodov Turkiyada to'purarlik taxtiga chiqdi. Abbosbekdan uzatma, Eldordan gol. Turkiya Superligasining 34-turida Istanbul Başakşehir muhim g'alabaga erishdi. Nuri Shahin boshchiligidagi jamoa safarda Gaziantep mehmoni bo'lib 2-1 hisobda zafar quchdi. Ushbu uchrashuv o'zbekistonlik muxlislar uchun alohida yoqimli kechdi. Chunki g'alabada ikki o'zbekistonlik Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodovning hissasi katta bo'ldi. Bellashuv mehmonlar uchun juda omadli boshlandi. O'yinning 6-daqiqasida Abbosbek Fayzullayev hujumda vaziyatni to'g'ri baholab, germaniyalik legioner David Zelke'ga qulay uzatma berdi. Zelke esa bu imkoniyatdan unumli foydalanib hisobni ochdi. Bu epizodda Abbosbekning tez fikrlashi, sherigini vaqtida ko'ra olgani va hujumni aniq pas bilan davom ettirgani yaqqol ko'rindi. Oradan ko'p o'tmay sahnaga Eldor Shomurodov chiqdi. 22-daqiqada O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori penaltini ishonchli amalga oshirib, Başakşehirning ustunligini 2 to'pga yetkazdi. Eng muhimi, bu gol Eldorning Turkiya Superligasidagi gollar sonini 22 taga yetkazdi. Shu tariqa Shomurodov to'purarlar poygasida peshqadam bo'lib turgan Trabzonspor hujumchisi Pol Onuachu bilan tenglashib oldi. Bu esa Shomurodovni mavsumning eng katta shaxsiy sovrini Oltin Butsa uchun asosiy da'vogardan biriga aylantirdi. Bu g'alaba Başakşehir uchun turnir jadvali nuqtai nazaridan muhim bo'lsa, Eldor uchun shaxsiy rekordlar yo'lida yana bir katta qadam bo'ldi. Chunki u so'nggi 6 ta o'yinda raqiblar darvozasini 6 marta ishg'ol qilib, mavsum yakunida haqiqiy gol mashinasiga aylandi. Qizig'i, Pol Onuachu to'purarlar bahsida bir muddat ancha oldinda borayotgan edi. Ammo nigeriyalik forvard 4-apreldan buyon gol ura olmayapti. Uning quruq seriyasi 5 ta o'yinga yetdi. Ana shu tanaffusdan Eldor unumli foydalandi va raqibni quvib yetib oldi. Shu o'rinda yana bir muhim statistikani ta'kidlash kerak. Shomurodov 22 ta goldan 18 tasini o'yindan kiritgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha u Superliganing eng samarali hujumchisiga aylandi. Shomurodov faqat 4 ta golni penaltidan urgan. Pol Onuachuda esa vaziyat boshqacha. U ham 22 ta golga ega, ammo ularning 6 tasini 11 metrlik nuqtadan kiritgan. Ya'ni nigeriyalik hujumchi o'yindan 16 ta gol urgan. 3-o'rinda borayotgan Fenerbahçe forvardi Talisca hisobida 19 ta gol bor. Ularning 5 tasi penaltidan kiritilgan. Bu raqamlar Eldorning mavsum davomida qanchalik barqaror va xavfli hujumchi bo'lganini ko'rsatadi. Bu penaltiga qaram bo'lib qolmadi. Turli vaziyatlarda va turli ssenariylarda gol urishni uddaladi. Hujumchi uchun eng katta baho ham shu. Har qanday himoyani bezovta qila olish. To'purarlar poygasi taqdiri endi oxirgi uchrashuvlar va raqiblar natijasiga bog'liq. Trabzonspor 17-may kuni o'z maydonida Gençler Birligiga qarshi bahs o'tkazadi. Pol Onuachu shu o'yinda gol urib, Shomurodovdan yana o'zib ketishga va Oltin Butsani qo'lga kiritishga harakat qiladi. Fenerbahçe ham chempionatdagi so'nggi o'yinini 17-may kuni o'tkazadi. O'tgan turda hat-trick qayd etgan Talisca nazariy jihatdan to'purarlar poygasiga aralashishi mumkin. Ammo buning uchun u kamida yana shuncha gol urish kerak bo'ladi. Eldor Shomurodov uchun ushbu mavsum Turkiya yuqori diviziondagi debyut mavsumi ekani yanada e'tiborli. U Başakşehir safida chempionatning barcha o'yinlarida maydonga tushgan yagona futbolchi bo'ldi. Bu uning jismoniy tayyorgarligi, barqarorligi va murabbiylar shtabi ishonchini to'liq qozonganini ko'rsatadi. 30 yoshli forvard deyarli barcha raqiblar darvozasiga yo'l topishga muvaffaq bo'ldi. U 17 ta raqib jamoadan 14 tasiga gol urdi. Faqat Fenerbahçe, Kayserispor va Göztepe jamoalari chempionatning har ikki o'yinida ham Shomurodovga gol urish imkonini bermagan raqiblar bo'lib qoldi. Bu ham hujumchining mavsum davomida qanchalik keng qamrovli xavf tug'dirganini yana bir bor isbotlaydi. Istanbul Başakşehir mavsumni 5-o'rinda yakunladi. Endi jamoaning Yevrokuboklarda ishtirok etishi Turkiya Kubogi finali natijasiga bog'liq bo'ladi. Agar Trabzonspor finalda Konyasporni mag'lub etsa, Eldor Shomurodov va uning jamoadoshlari kelasi mavsum xalqaro maydonda qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Shomurodov uchun bu mavsum faqat gollar bilan emas, balki yetakchilik, barqarorlik va katta xarakter bilan ham esda qoladi. U Turkiya futboliga tez moslashdi, jamoasining asosiy qiroliga aylandi va to'purarlar poygasida eng yuqori nuqtagacha ko'tarildi. Qisqasi, Eldor Turkiyada shunchaki o'ynamadi. U mavsumni o'z nomi bilan muhrladi.